Hammaga salom. Vaqt menejmentini nimadan boshlashni bilmayotganlar uchun bitta kichkina planner qildim. Hozir shu haqida gapirib bermoqchiman. Demak, tepa o'ng qismida bugun haftani qaysi kunligini belgilasangiz bo'ladi. Dushanba, seshanba doira bilan va uni pastida bugungi sana 14-mart. Undan keyin chap qismida asosiy planner boshlanadi. Soatma-soat hamma ishlaringizni yozib chiqasiz. Aytaylik, bironta ishingiz ko'proq vaqtga cho'ziladi. Ko'proq muddatga 3-4 soatga. Masalan, o'qishga borishingiz. Shunda yozasiz. Universitet soat 8 dan soat 1 gacha va shu 8 dan 1 gacha bo'lgan vaqtni uzunroq qilib belgilab chiqasiz. Chizib, aylantirib chiqasiz. Vaqti aniq bo'lmagan, lekin bugun qilinishi kerak bo'lgan ishlarga alohida to'rtburchakning ichida, boksning ichida joy qoldirdim. Unda 3 ta eng muhim ish. Ularni aniq vaqti yo'q, lekin shu kuni qilishingiz kerak. Shularni ichiga yozib, belgilab qo'yib, doim e'tiborda bo'lgan joyda turadi. Undan keyin odatlar trekerini agar yuritmayotgan bo'lsangiz, u ham Telegram kanalimda bor. Bu yerda 3 ta eng muhim odat uchun joy tashladim. Uni ham yozib, har kuni trekking qilib ketsanglar bo'ladi. Bu qismdan keyin refleksiyaga ketadi. Ya'ni kun yakunlangandan keyin yoziladigan ishlar. Ularni birinchisi bu yutuqlar. Yutuqlar deganda boshqa odam tushunmasa ham mumkin, balki lekin siz uchun muhim bo'lgan yutuqlar. Shularni 3 tasi. Bugun nima bo'ldi? Eng katta yutuqlaringiz. Faqatgina siz tushunadigan, sizga muhim bo'lgan yutuqlar. Shularni 3 tasini o'zingiz izlab, balki o'zingizga bir qarashda ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin, lekin o'tirib izlab qarasangiz, mana bu narsa meni bugungi yutug'im bo'ldi deb shularni yozib chiqsangiz bo'ladi. O'zi sizni sizdan boshqa hech kim maqtamaydi. Shuning uchun o'tirib o'zingizni kuningiz behuda o'tmaganligini yozib qo'yish uchun shunchaki o'tirib yutuqlaringizni izlab yozib chiqing. Kayfiyat deganda kuningiz qanday o'tdi? Umuman общий foni qanday bo'ldi? Umumiy kayfiyati qanday bo'ldi? Mana shuni bitta yoki ikkita so'zda yozib chiqing. Balki zo'r o'tgandir, balki ozgina depressivroq o'tdi. Shuni bitta ikkita so'z bilan yozib chiqish kerak. Oxirida minnatdorchilik. Bugungi kun o'tdi, nimaga siz minnatdorsiz? Nimadan mamnunsiz? Nimaga rahmat deysiz? Mana shularni hammasini yozib chiqing. Bu plannerdan 10 ta chiqarib, 10 kunlik o'zingiz challenge qiling. Har kuni qoldirmasdan birma-bir hamma punktlarini to'ldirib yozib chiqing. 10 kundan keyin analiz qilasiz. Mana bu joyda bu ish noto'g'ri bo'lgan ekan. Bu ish ko'p vaqtim olgan ekan. Mana bu narsani olib tashlasam bo'lar ekan, buni boshqacha qilsam bo'lar ekan. O'sha qo'lingizda fakt ko'rganingizdan keyin hayotingizda keraksiz narsalarni olib tashlash osonroq bo'ladi. Va bu tizimni o'rgan bo'lganingizdan keyin xuddi shu tizimni Notion'ga olib o'tsangiz bo'ladi. Planner yordam beradi degan umiddaman. Qadriga yetinglar, odamlar shuni ham pul sotyapti. Men sizlarga bepul beryapman. O'zi ancha narsa yig'ilib qoldi Telegram kanalimda. Odatlar trekeri, dopamin detox trekeri, hayot muvozanat g'ildiragi. Bu mana kunlik planner. Hammasi bepul. Lekin shunda ham negativlar chiqyapti. Mayli. Ular Telegram kanalimga obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.